Sharqiy Turkistonda musulmonlarga cho'chqa go'shti tarqatish haqida buyruq tushirgan. Buning bilan Chag'an yetib kelishdan burun hukumat xodimlari cho'chqa go'shti tarqatishga boshlagan. G'o'lji shaharlik shahar boshqarish idorasining boshlig'i Olim o'zining WeChat boshlig'ida bahor bayrami yetib kelishdan burun Dadamut yesida aholilarga cho'chqa go'shti tarqatish orqali ularning bahor bayramini tabriklaganligi va xo'shallik tilaganligini e'lon qildi. Amerika Xitoyning Huawei orqali josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanganligidan gumonlanayotgan va Huawei mahsulotlarini cheklayotgan bir paytda yana bir davlat Huawei haqida ogohlantirish chiqardi. Chex Cumhuriyati davlat tor va uchur bexatarligi organi telegraf shirkatlarini Huawei va Zhongsheng shirkatlarining uskunlarini davlat bexatarligi sababli ishlatmaslik haqida ogohlantirdi. Mazkur organ o'zining va ittifoqdoshlarining tekshirish orqali bu natijaga erishganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida bir to'p Yahudining Al-Mughir rayoniga hujum qilib, yeza xalqining o'lish va yaralanishini keltirib chiqarganligiga qarata inkos qaytardi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Colville Janvardagi ishxonasida o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida o'tgan hafta Al-Mughir rayonida falastinliklarga qilingan uzun muddatlik va shiddatli hujumdan qattiq andisha his qilganligini bildirdi. Suriyada terrorlik tashkiloti Daesh bilan munosabati borligi gumon qilingan yoki Suriyaga urushga borgan 130 nafar Fransiya fuqarosi sotlanish uchun Fransiyaga ilib kelindi. Fransiya doiralarining Amerika Suriyadan chekingandan keyin bu kishilarning izini yo'qotib qo'yishdan andisha qilayotganligini bildirdi. Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi John Boltonning axborot e'lon qilish yig'inida qo'liga ilib olgan bir daftarga yozilgan 5000 askar Kolumbiyaga degan xatlar zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Shuning bilan birga Boltonning orqasiga esilgan rasmda Turkiyani o'z ichiga olgan Venezuelani qo'llagan davlatlarning qizil rangda bo'yab qo'yilganligi diqqat tortdi.